Assalomu alaykum hammaga. Mana Karl aka bilan biz Arsenal klinikasidamiz. Hozir butun sog'liqlarni hammasini tekshirib qo'ldan kelgancha O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan taqdirlandi. Bu narsa eshitildi, jasorat unvoni berildi. Inshaalloh bir kasb chiqargan. Bu o'zbeklarning faxri. Bu inson chunki bu hozir kerak edi. Mana shunday narsa endi bo'lish kerak emas, lekin bu insonni tutgan o'rni, u hozir o'zini ichida bu men qildim degan ham narsa yo'qda. Bu meni vazifam degan narsa bor. O'shaning uchun aka sizga katta rahmat. Hammaga rahmat, sizlarga ham rahmat. Nima deysiz? O'zingiz qanday tushunasiz hozir? O'zim xursandman. Mana shu sizlar shunchalik yordam qilib turibsizlar. Tilojiz. Ko'pchilik aytyapti, akaga deydi, kiyim kechagamiz pul beringlar deydi. Kamchilik yo'qmi? Finansdan? Yo'q, yaxshi. Bankomatlar hisoblanmayapti. Shunaqa, yaxshi. Bu narsani aytish kerak. Qo'ldan kelgancha mana shu Sankt-Peterburg shahrida o'zingizga qo'lingizga yordam qilyapmiz. Rahmat. Faxrlanadigan insonsiz. Rahmat aka, sizlarga rahmat. Sog' bo'ling.